Qizim, mana uni kiyib ko'rchi. Hozir. Qani? Menga qarachi. Qalay, yoqdimi? Keyinroqmi? Mana bu yeri sal keyinroqmi? Mana bu yerini aytyapman oyijon. Mana bu yerini. Yarashdi. Mayli kech. O'qishdan kelguningcha to'g'rilab qo'yaman. Ona qizim. Assalomu alaykum azaka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Hozir opangni chaqiraman. Yo'q, azaka. Menga opam emas, siz kerak edingiz. Tinchlikmi? Atruppalar sotib yurgandim. Olasizmi? Bu erkaklarni atiri borligini bilardim-u, lekin upasi borligini bilmagan ekanman. Azaka, zamonda orqada qolib ketibsiz-u. Ha, endi. Siz bob zo'r atirlarim bor. Oling. Yo'q, rahmat. Mayli, xo'p. Ana bo'ldi. Voy dadajonisi, o'rnatdingizmi? Ha, xonim, qo'ng'iroqni ham qotirib qo'ydik. Mana bu yog'ini ham chiroyli qilib qo'ydik. Qarang dadajonisi. O'zingizni ishlaringizdan ortib, u ishlariga qarashsangiz ham bo'lar ekan, ha? Bilasiz-ku, xonim. Qiziq. Bugun kun bo'yi kim mehmon bo'lib kelar ekan deb o'ylab yuribman. Tavba. Hech ham o'ylanib, boshingizni qotirib yurmang dadajonisi. Hali ham kech emas. Balki kimdir kelib qolar. Ha, bo'lishi mumkin. Agarda kelsa, bosh ustiga. Poyondoz solib kutib olamiz. Albatta kutib olamiz. Ana, ko'zingiz uchib turgan bo'lsa, kimdir keldi. Ye, Alisher. Assalomu alaykum. Keling. Va alaykum assalom. Aka, salomatmisiz? Rahmat. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Ha, keling. O'tgan safar do'ppim qolib ketgan ekan. Ha. Shuni olib ketay deb kelaverdim. Ha, yaxshi. Voy. Assalomu alaykum Alisher aka. Va alaykum assalom kelin. Bolalar yaxshimi? Xudoga shukr, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamasdan ishlab yuribsizmi? Qolib ketgan do'ppingizni olib qo'yibman. Hozir shoshib turgan bo'lsangiz, darrov olib chiqib beraman. Yo'q, shoshayotganim yo'q. Ha, ikkita o'rtog'imni ham boshlab kelaverdim. Ha, yaxshi. Azakamni 5 xonali do'mlari bor. Bir maza qilib dam olib ketamiz dedim. Hoy bolalar, kelinglar. Kelinglar mehmonlar. Kelaveringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kenaya. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Ha, rahmat. Ichkariga kiringlar, men hozir. Ha. Qani, kiringlar. Bir kecha, ming kecha bo'larmidi aka? Ular kamakchi o'rtoqlarim. Ha, shunday aka. Mashinada tiqilib yotasalam deb boshlab kelaverdim. Yaxshi. Shunday bo'lib qoldi aka. Qani bo'lmasam. Bismillahirrohmanirrohim. Qani, yuraveringlar bolalar. Kelaverlaring. Tortinma. O'zimiz so'y. Bog'imsiz aka. Amin. Mana shu xonadonda katta to'ylar bo'laversin. Amin. Mehrimiz, oqibatimiz dunyo turguncha tursin. Bir-birimizga tirgay bo'laylik aka. Yaxshi to'ylar bo'laversin, Allohu akbar. Allohu akbar. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Alisher, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Tog'am yaxshimilar? Rahmat yurishdi. Aka, o'g'il qizlar, hammanglar yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi aka. Sizlar xush kelibsizlar yigitlar. Rahmat aka, Rahmat aka. Sog' bo'ling. Hozir bir daqiqa, uzr. Xo'p, bemalol. Turinglar, mehmonjonlar kelishdi. Endi uxlamoqchi edim, oyi. Men turmayman. Yaxshi. Turginglar kelmasa, yotaveringlar. Men bir o'zim ko'zlarim achishib piyoz to'g'ray.
Agar onanglarga rahminglar kelmasa, uxlayveringlar. Hozir turaman, oyi. Uf, shu mehmonlarni deb tinchlik yo'q ekan deb uydi. Hozir boraman, oyi. O'zimni asal, mehribon qizlarim, darrov o'tiringlar. Dadasi, nima ovqat qilay? Ovqatsiz qolmadimi? Qolgan ovqat shuncha erkakka nima bo'ladi? Bo'lmasa tez pishadigan ovqat qiling. Ozgina go'shim bor edi, kartochka bilan qovurib bersam bo'ladimi? Bo'ladi, faqat tezlashtiring. Qalay? Yaxshi. Zo'r. Yo'q. Aytib o'shanlarga. Xush kelibsizlar. Azaka. Mana uni mehmon. Olgalavering. Qani? Rahmat aka. Yashaylar. Hozir. Ey, xudo xolasa, bermasa qilib dam olib ketamiz. Mana, choyga qarab o'tkir. Aka, o'zim menga bering. Xo'p. Qani? Shuni olib boring. Alisherbek, mana shuni olib boring. Olamiz. Hey azaka, buning bizga kamachilarga uvaga bo'lmaydi-ku. Qalay? Tortib olaveringlar. Mayli. Alisher aka, choydan. Yo'q, choy qo'yib tur. Azaka. Labbay. Ha bu arodan olib kelib deyapti. Hozir. Ko'rdilaringmi? Marhamat. Qani olib keling. Chumchun so'zsa ham, qasob so'zsa azaka. Ha. Shaharda qarindoshim bor deb aytsa, biz ishonmas edik. Haqiqatan ham ulfati ekansiz. Rahmat. Qani? Qani aka, qo'yingchi. Hozir. Qani? Dasturxonga marhamat. Olinglar. Qani, o'tkir. Rahmat. Qani aka. Yo'q, o'zinglar. O'zingga. Men keyin olaman. Qani Sayfijon? Bemalol olaver. Bu yoq dashab bo'ldi. Piyolani o'rasan endi. Qani o'tkir, gapir. Aka, Labbay. sizni televizorda ko'p ko'rganmiz. Rahmat. Mana endi qishloqqa borib, mana shu odam bilan qo'l berib ko'rishdim. Shu odam bilan bir dasturxon ustida 5ta oldik deb maqtanib yuraman aka. Yavalasan deb o'tkir. Mana shu xonadondan fayz va baraka arimasin. Shu uchun olamiz. Rahmat. Qani oldik. Yaxshi. Gazaydi. Ol. Qishloqqa borsam ammam Azjonga kirdingmi? Hol-ahvol so'radingmi deb holi jonimga qo'ydim. Shunday. Kirmadim desam, xafa bo'ladilar. Shunga hol so'rab kelur degansiga. Rahmat. Ha, bu Toshkentga kelgandan keyin bizni ko'rmasdan ketsangiz, biz ham xafa bo'lamiz-da. Bu bermasi oshib pishmas deyshadi. Bu yangam ovqat berarlar bugun. Ha, aka. Uzr, gap bilan ovora bo'lib esimdan chiqib qoldi. Uzr. Bir daqiqa. Xijolat bo'lmang. Hormayli. Ovqat suzyapsizmi? Suzyapman dadajonisi. Baraka toping. Rahmat. Dada, Ha, o'g'lim? ular devmi? Yo'q, o'g'lim. Ular devni bolalari. Ma, obor. Oyjon, mayli uxlasam. Mayli, bora qol. Yaxshi dam olinglar. Oyi, men ham yotaveraymi? Yordam kerak emasmi? Damingni ol, qizim.
Xo'p, yaxshi yotib turing. Yaxshi yotib tur. Oyi, men ham uxlayveraymi? Qorning och emasmi? Yo'q. Unda bor uxla. Baraqal. Xo'p. Voz aka, Labbay. aroni tegi bo'lmish qilib, Mana. Bor. bo'lmasa pul beraylik, jiyani pastga tushirib yuboring. Bor, hozir. Tuyani cho'mishni sug'armang deyapti. Borasiz. Hormang. Charchamadingizmi? Dadasi soat necha bo'ldi? 11 bo'lib qoldi. Ketisharkanmi? Qizig'imisiz? Uyimga kelgan odamdan qachon ketasan deb qanaqib so'rayman. Voy. Mana buni qara. Tegi mo'l bo'lsa, aka bu yog'ini bo'shashtirmaysiz endi. Hop, tegim o'z, bemalol oling. Berchi. Hanuza. Mana. Qani. Qo'yingchi. Qani. Azakamga ber. Mana. Yo'q, men ichmayman yigitlar. So'masi endi ovqat. Qani olinglar. Mulla menga yashaydi uchun motor urmasdan, san ham bir narsa degin endi. Qani. Qo'ying. Mana Aziz aka. Labbay. Doimo shunaqa sog' salomat yuravering. Rahmat. 100 ga kirganingizda ham shunaqa 5 ta olib yuraveraylik. Qani, oldingmi endi? Oling. Ha, yashaylar. Qani ovqat so'masin, olinglar, marhamat. Qani, ovqat solmasin. Olinglar. Ovqatni olinglar. Olinglar. Ey, Xo'p, ey. qani. Ovqatni ham boplatilar kelayim. Gap yo'q aka. Qoyil. Nimasini aytasiz? Kelaymi qo'li shirinligi bilinib turibdi. Boplinglar dedi bu. Qani olinglar. Rahmat. Zo'r taom bo'ldi. O'tkir. Olinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Xush kelibsizlar. Rahmat. Xush kelibsizlar. Aziz aka, Labbay. sizni ham ko'p tashvishga qo'ydik-da aka. Yo'q, unaqa demang. Hozir men choy damlab kelay, sizlar bemalol olib choy. olinglar. Achora damlar aka. Achora qilavering, ayam soling choyga. Bormang, charchamadingizmi? Tavba. Charchab qayoqqa ham borardim. Tog'amni o'g'lini o'zi yetmaganday, biz bilmagan odamlarni boshlab kelganini qarang. Fe'li sizga ma'lum-ku. Yo'q, ma'lumlikka ma'lum. Bu tavba. Bo'yi yetgan qizlari bor deb ham o'ylamaydi-ya. Asabiylashmang. Asabiylashsangiz, ertalabgacha uxlay olmay chiqasiz. Mayli, xabar olib chiqay. Aka! Choy olib kelmaysizmi? Hozir. Ovqat tiqilib qoldi-yu. Qarindoshingiz juda qiziq ekan, bundoq choy olib keladi. Uzr. Yanimiz yoqmayaptimi? Nimalar deyapsiz, Alisher? Fe'lingiz tor bo'lib qoldi-yu. Alisher. Aka, bizni boshqa boradigan joyimiz bor. Qarindoshi zo'rlab olib kelgani uchun keldik-da. Aslida men jiyanimga ketib borsam bo'lar ekan. Ana. O'tkir. Yo'q, uzr. Arzimagan gapga xafa bo'lmanglar. Ha. Bemalol bizni uyda yotaveringlar. Axir uyimizni to'ri sizlarniki. Nech kun bo'lsa bemalol yotaveringlar. Ha? Alisher? Ha, sizni mard odam deb eshitgandim. Arzimagan gapni ko'nglingizga olmang. Bemahalda nima qilib yuribsan? Yo'lim tushib qoluvdi, kelaverdim. Soat necha bo'lganini bilasanmi? Yo'q. O'tir, ovqat suzib beraman. O'tir. Xo'p. Amma, siz pishirgan ovqatni hidi juda ham shirin-da. Ol Shokirjon, osh bo'lsin. Qo'ymadingiz-da. Bismillahirrohmanirrohim.
O'zi ham rosa qaynonasi suygan kuyov bo'lar ekansan-da. Nuqul ovqat ustiga kelasan. Yaxshi ko'rmasa, qizini bermaydi hamma. Piyolangni uzat, choy quyib beraman. Katta ol. Sovumasin. Choy ich. Rahmat amma. Sen bemalol yeb o'tirgin. Men ishlarimni qilaman, xo'p? Xo'p. Choydan quyib ichaver. Alisher? O Alisher. Turib turing, kenningiz joy solib bersin. Şimdi yotoqxonaman. Birodar. O birodar. Balkonga chiqib turing, joy solib beramiz. Ya. Bizga tegmang iltimos. Biz mana shu Kamazda, bozorlarda, ana u qop-poplarning ustida yotaverib o'rganib ketganmiz. Indamay aka, biz joy tanlamaymiz. Iltimos aka. Xo'p. Birodar. Balkonga chiqib turing, joy solib beraylik. Kichkina xolxo'ja katta xolxo'jani yiqitdi. Uyqu eltgan joyda yotaveramiz. Shokirbek, keling. Assalomu alaykum. Pochcha tuzumisiz? O'tiring. Ovqatsiz yeyavering, bemalol. Yo'q, men bo'ldim pochcha. Endi ketmoqchi bo'lib turdim. Qayoqqa shoshilyapsiz? Kech qolib ketsam, avtobus yurmay qoladi pochcha. Hozirgi avtobuslar 10 dan keyin to'xtaydi. Soat 11 dan oshdi-yu. Uyda mehmonlaringiz bor ekan. Men keta qolay pochcha. Siz xavotir olmang. Taksida ketaman. Pochcha, shu taksiga 1000 so'm qarz berib tura olmaysizmi? Stipendiya olsam albatta qaytaraman. Xo'p. Mana sizga 2000 so'm. Qarzga emas, Xudo yo'liga. Albatta qaytaraman pochcha. Rahmat sizga. Mayli pochcha. Xayr. Xo'p, yaxshi boring. Rahmat. Xudoga shukr. Uxlamadingizmi? Joy solib beraymi deb kutib o'tiribman. Tavba qildim. Joy solib berishga ham ulgurmadik. Hurray otishlarni qarang. Xuddi traktor bilan yer haydayotganga o'xshaydi. Nimasini aytasiz? Hali qo'shnilar yugurib chiqmasa edi. Gapirmang. Ayniqsa ana u Ashraf opangiz bor-ku, o'sha. Haqsanchi, nima bo'ldi? Traktor tirilayaptimi? Traktor emas, o'g'lim.
Traktorni bolalari hurrayotyapti. Mayli, yotib uxla. Uxlamayapman. Uxlashga harakat qil, ertalab maktabga tura olmaysan. Qulog'ingni bekitib ol. Uxla. Ha, xonim tinchlikmi? Sanjiram uxlolmayaptimi? Uxlolmay yotib hozirgina ko'zi ilindi. Shu ko'yni bo'shligingiz bir kunmas bir kun boshingizga balo bo'lmasin deb qo'rqaman. Qo'ying endi bunaqa bema'ni gaplarni. Ko'ngilchangda ko'ngil yo'q deb boshingga chiqib olishadi. Sizga nima bo'ldi? Kim biladi? O'zimni xuddi oyoq osti qilingandek sezyapman. Ana, yana boshlandi. Param o'ynay. Yiqdim ording. Ke qizim? Nega uxlamayapsiz, dada? Uyqum o'chib ketdi. O'zing nega uxlamayapsan, qizim? Hurriy ovozda uxlolmayapman. Bir kun ming kunmas, qizim, qo'yaver. Bugunni hissasini ertaga chiqaramiz. Dada, shu mehmonlar ham jonga tegdi. Qizim, axir o'rtada qarindosh urug'chilik, oqibat degan narsalar bor. Hali ertaga ko'z ko'zga, yuz yuzga tushadi. Bora qol, uxla qizim. Sizchi? Men devlarga soqchilik qilib chiqaman. Bor qizim, uxla. Yaxshi tushlar ko'rib chiqqin. Siz ham, dada. Rahmat qizim. Optashamaysanmi? Optasha. Bo'la qolsingchi. Ana. Ha, barakalla. Ana, ot bilan yur endi. Ana. Ha, barakalla. Mana bunday qilib uramiz. Ana bo'ldi. Endi piyodalarni qo'rqmasdan oldinga yuraver. Yuring. Ana o'g'lim, bog'ladik. Yutdik deyaver endi. Fatima, bu bilan emas, bunisi bilan uramiz.
nega qo'rqasan? Filni yursang-chi. Hamma berma. Ana barakalla. Mijon. Mijon. Bo'ldi. Yana devni bolalari uyg'onib ketishmasin.